Hop, assalomu alaykum va rahmatullohi akalar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Hozir bugungi kunda savdoga kirishlik, limitni order, renichni order, OSO bularda farqini tushuntirib beraman. Misol uchun, birinchi o'rinda limitni order va renichni order haqida gaplashamiz. Limitni order nima degan? Deylik, misol uchun, men AP3 ga signal berdim. Signal berdimki, narxi limitimiz shu yerda, ya'ni 67.49 da turibdi. Ya'ni 4%, 5% pastroqda. Ya'ni limitni order shu joyga limit ochamiz biz. Ya'ni mana kupitga o'tib, mana yuqorida limitni order turibdi. Shu limitni da turibdi. Bu yerdan narxini yozamiz 69.49 ga va qancha summali olmoqchiligimizni yozamiz. Ya'ni bu yerdan $10 yoki bo'lmasam $20 yoki $50 qancha summaga olmoqchi bo'lsak, ana shuni yozsak bo'ladi yoki umumiy holatda mana bu joydan foizlarni belgilasak bo'ladi. Ya'ni umumiy depozitimiz qancha summamiz bor? Deylik, $88 pulimiz turibdi. Shuni 50% ga kirmoqchiman yoki 20% ga yoki 70% ga. Mana shu joydan belgilab olsak bo'ladi. Ya'ni deylik, masalan 50% ga hozir mana limit ochmoqchi bo'lsak, bizga limit ochildi pastda. Bu yerda ham ahamiyat bersak, mana 69.49 ga limitimiz ochildi. Narximiz shu joyga tushsa, mana bu narx tushsa, bizni limitimizni oladi. Ya'ni biz savdoga kiramiz. Hop, endi buni atmay qilib turamiz. Endi renichni order. Renichni order nima degani? Ya'ni biz bozordagi hozirgi narxidan olib beradi bizga. Deylik, mana 70-89 bo'lyaptimi? Renichni orderda misol uchun necha foiz? 20%, 50%, 60, 80, 100% bilan bozor kirmoqchimizmi? Kupitni bossak, bozorda hozirgi narxidan olib beradi. Biz sotib olayotgan paytda shu renichni yoki limitni orderdan foydalanamiz. Misol uchun bunga hozir mana 10% bilan kiraylik. Mana hozir renichni orderda olsam, hozirgi narxdan olib beradi. Olib berdi. Endi buni limitni da boyagi joyga limit ochadigan bo'lsak, masalan 69 12 ga yana bir $10 ochmoqchimiz. Ochsak, mana bitta limitimiz ochildi, bittasida savdoga kirdi. Ya'ni renichni olganimizda savdo kirdi. Mana bu 69.12 ga esa limit ochildi. Ya'ni narximiz shu joyga tushsa 69.12 ga biz limitimizni oladi. Endi deylik, biz limitni yoki renichni savdo kirdik. Endi stop bilan take profit qo'ymoqchimiz. Bunda qayerdan foydalanamiz desa, produktga o'tamizda. Bu yerda mana pastda OSO turibdi. Mana shu OSOga tushamiz. Ya'ni OKO deydim, OSO deydim. Shu yerga tushgan paytimizda demak, mana limitni take profit birinchi staginga sotish uchun limit qo'yamiz. Ikkinchi staginga stop lossga esa seni aktivni sell USDT ga stop lossimiz, limitni sellga ana shu stop lossdan jichcha pastroqda ikki xil raqam yozib qo'yamiz. Hozir buni ham tushuntiraman. Deylik, hozirgi narxdan biz oldik. Endi buni sotmoqchimiz nechida desa 0.71 misol uchun 71-75 da sotmoqchimiz. Hop, endi stop qo'ymoqchimiz nechiga? 69 ga. Ya'ni shunda biz 0.69.02 ga qo'ymoqchimiz. Ya'ni bir xil raqamga qo'yishlikni maslahat bermayman. Nima uchun desa, bu yerda orderlar ko'p bo'ladi, sizga sotilmay qolishi mumkin bo'ladi. Endi mana bu joyda ikki xil raqam qo'yamiz. Birinchisiga eng yuqorisidagini, ya'ni stop loss belgisini, ikkinchisiga misol uchun undan 5 yoki 10 sent yoki tigin pastroqqa qo'yib qo'yamiz. Deylik, misol uchun 0.6895 yoki bo'lmasam 90 qilib qo'yamiz. Bu nima uchun ikki xil qo'yiladi desa, bozor agressiv oqadigan bo'lsa, sizni birinchi stop, birinchi raqamingizda hamma aktivingizni sotishga ulgurmay qoladi. Agressiv oqqan paytda buni orasini jichcha kattaroq qilib qo'ysangiz ham, birinchisida ozimiz o'zini, ikkinchi stopda esa hammasini sotib olishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun buni orasini jichcha farq bilan ikki xil raqam qo'yib qo'yiladi. Ba'zi holatlarda bozor qattiq oqadigan bo'lsa, sizni aktivlaringizni sotib olishlik uchun.
Mana shu holatda take profitda va stoplarda qo'yamizda, mana sotkani produktga bosib qo'yamiz. Misol uchun men 100% sotmoqchiman. Bu yerda sotishda ham misol uchun 50% yoki bo'lmasam 70% yoki 10% xohlaganingizni belgilab turib, sotishga limit ochib qo'ysangiz bo'ladi. Mana produkt ochsak, demak bu yerda mana ahamiyat bersak, API pastdagi birinchisi mana limitni покупка bizni 69.12 ga narximiz tushsa, biz birinchi ochgan limitimizni oladi. Endi bu yerda esa biz sotgani limit qo'ydik. Mana misol uchun limitni maker продаж, ya'ni bu take profitimiz, ahamiyat bering, 71-75 da turibdi. Yuqorisidagi esa limitni stop loss 69.02 da. Ikkinchisi esa 68.90 da turibdi. Ya'ni mabodo narximiz pastga qarab tushsa, mana yuqorisidagi stop ishlaydi. Mabodo narximiz tevaga qarab ketsa, pastidagi take profitimiz ishlaydi. Shunda deylik, mana bu joyda mana ahamiyat bersak, narximiz hozir yuqoriga chiqsa, bizda take profitimiz ishlaydi, sotib yuboradi. Pastga tushadigan bo'lsa, bizni stopimiz ishlaydi, stopimizni oladi. Endi mana yashil esa birinchi olgani limit ochganimiz, ya'ni mana buni admin qilsak, mana bu joyda faqat stop bilan take profit turibdi. Narx mabodo yuqoriga yursa, bizni take profitda sotib yuboradi. Mabodo pastga tushadigan bo'lsa, stopimizni uradi. Ya'ni deylik, bitta signal berilgan bo'lsa, entry, stop loss, take profit, siz limitni, ya'ni entrydan narx yuqoriroqda bo'lsa limit ochasiz. Narximiz shu limitga tushgan paytda sizni limitingiz, ya'ni siz savdo kirasiz. Yoki bo'lmasam narx berilgan joyda bo'lsa, siz sotib olasizda. Продажga o'tib turib, stop bilan, ya'ni hozir o'rgatganimdek, ya'ni stop